nasılsın ya da boşver duymak istemiyorum. Belki bizi unutmuşsundur, ben unutamıyorum. Neler yaptım ben yokken, çok içmeye devam mı? Belki bırakmak istiyorsun, ben bırakamıyorum. Yarım kalan masamdaki şarapları seni soran, sabahları azarladım yazar hayat. Böyle kaybedenleri, aşkı saklayanları, derbeder olanları. Yarım kalan masamdaki şarapları seni soran, sabahları azarladım yazar hayat. Böyle kaybedenleri, aşkı saklayanları, derbeder olanları. Hey. Dararirarirariray. Dararirarirariray. Je n'en veux pas des bijoux de Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, je ferai quoi, paparapapaparay. Offre-moi des personnel, je ferai quoi, mon nom à Neuchâtel, je n'ai pas pour moi, offre-moi la tour Eiffel, je ferai quoi, paparapapaparay. Yarım kalan masamdaki şarapları seni soran, sabahları azarladım yazar hayat. Böyle kaybedenleri, aşkı saklayanları, derbeder olanları. Yarım kalan masamdaki şarapları seni soran, sabahları azarladım yazar hayat. Böyle kaybedenleri, aşkı saklayanları, derbeder olanları. Vale. Zo'r. Malika zo'r. Ovoz judayam kimdir xayol bilan bo'lib tursa, eshitganda darrov mana bu xayolni oladigan ovozi bor ekan. Judayam chiroyli, menga yoqdi ijro yo'nalishi, gitara chalib. Menga yoqdi. Я вначале подумал, что это такая фишка у вас. У вас, оказывается, при разговоре даже такой тембр. Но это очень, как минимум, прикольно слушать. И прям вы очень хорошо мелодически ведете песню. Мне понравилось, спасибо. Rahmat. Men tushunmadim lekin to'g'risi. Men oldin bir qanaqadir multfilmmi deb o'yladim. Qo'shiq qanaqa tilda bo'ldi, men tushunmadim. Türk tilida, Türkçe. Turkcha. Turkchami? Men Turkiyada 3 yil ishlab, turkchani mukammal o'zi bilib, tushunmadim shu turkchada. Men xitoycha tildami deb o'yladim. Bo'lib qoldi-da. Fransuz tili ham menimcha orada kirdi. Albatta turkchaligi tushunmadim. To'g'risi. Fransuzcha ham qo'shildi orada. Fransuzchaligini lekin bildim. Orada Chunki qizim fransuz tilida gaplashadi. O'shaning uchun bildim. Lekin yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. To'g'risi, men eshitmaganman bu qo'shiqni hech qachon. Boshqa qo'shiqlarni ham shu tembrda aytasizmi, shunaqa ovozda? Qayerda o'qiysiz? Chirchiq davlat pedagogik universitetida. Ijroda qo'shiqda yasab aytyapsizmi yo shunaqa ovozingiz shunaqami? O'zi shunaqa. Boshqa yana birta qo'shiq aytib ko'ring-chi, boshqa. Ozgina. O'zbekcha qo'shiq aytib bering, iltimos. Mayli, nima bo'lsa ham интересно, да? Да, очень, как такой мультфильм, как будто бы смотришь. Sog'inchim o'zing jonim bilasanmi, mehrim senda jonim sezasanmi, seni ko'rgim keladi dunyoda, yoki o'zimniki degim keladi. 4 qadam qoladi yetishgan senga, 4 qadam qoladi yetishgan menga, lekin chekinamiz nega orqaga, qo'rqamizmi baxtli bo'lishga. Yaxshi. Bu yangilik bo'ladi agar bu qizimiz agar o'tsa, tembr bunaqa ijro hech kimga o'xshamayapti. Hech kimga o'xshamayapti-ki, negadir eshitganda odam tabassumga tabassum qilyapti. Yaxshi lekin multfilmlar ham azbuchkasiga borib turing. Yaxshi multfilmlar. O'zbekcha multfilmlarga. Salom. Qiladik. Rahmat ustoz. Rahmat. Sog' bo'ling. Nejdida, lekin yangilik Zo'r